Rossiyadagi mehnat muhojirlari uchun sen ishlayapsan, hujjat bilan ovora bo'lishni bizga ishon. Hammasi 100% qonuniy, rasmiy va baza orqali tekshiriladi. Трудовой договор 1 yillik. Уведомление tez va ishonchli. Registratsiya 3 oy, 6 oy, 9 oy yoki 1 yil. Hujjatlaringiz rasmiy tarzda tayyorlanadi. Hoziroq ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qiling va hujjatlar muammosidan qutuling. Luganskda aholi punktiga zarba berildi. Ukraina qurolli kuchlari Lugansk hududidagi markaziy posyolkaga ommaviy zarba bergan. Oqibatda 15 kishi jarohatlangan. Jarohat olganlardan 4 nafarining ahvoli og'ir. AQSh senatori Lindsey Graham Trumpni Ukrainaga Tomahawk raketalarini berishga chaqirdi. Senator Myunxen xavfsizlik konferensiyasida jurnalistlarga AQSh Ukrainaga Rossiya harbiy obyektlariga zarba berish uchun 2,5 kilometrgacha uchadigan Tomahawk qanotli raketasini berish kerakligini aytdi. Shuningdek, senator Moskvani mazmunli tinchlik muzokarasiga undash uchun unga bosimni kuchaytirish kerakligini aytdi. AQSh Donbassda erkin iqtisodiy zona tashkil etishni taklif qildi. Biz bunday takliflarni ko'rib chiqishga tayyormiz, dedi Volodimir Zelenskiy. Kiyev Donbassda erkin iqtisodiy zona yaratish masalasini muhokama qilishga tayyor. Biroq bu bizning hududimiz. Biz u yerdan shunchaki chiqib keta olmaymiz. Donbassda kamida 200 ming ukrainalik yashaydi, dedi Ukraina rahbari. Shu bilan birga Zelenskiy jangovar harakatlar davom etayotgan bir paytda saylovlar o'tkazishni hech kim qo'llab-quvvatlamaganligini aytdi. Biroq AQSh tomonidan signal bo'lsa, Kiyev bu masalani ko'rib chiqishga tayyorligini qo'shimcha qildi. Saylovlar o'tkazish uchun infratuzilmani tayyorlash va harbiy xizmatchilar va tinch aholining ovoz berishini ta'minlash uchun kamida 2 oylik sulhga erishishni taklif qilaman, dedi Ukraina rahbari. Putin o'zini podsho deb biladi, ammo aslida u urushning quli, dedi Volodimir Zelenskiy. Putin hokimiyatsiz va hokimiyatdan keyingi hayotni tasavvur qila olmaydi. Oddiy narsalar uni qiziqtirmaydi. U tirik odamlar bilan emas, ko'proq Pyotr I va Yekaterina buyuk bilan maslahatlashadi. Hozir uning diqqat markazida Ukraina turibdi, ammo u boshqa Yevropa davlatlarini ham tinch qo'ymaydi, chunki u urush g'oyasidan voz kecha olmaydi. U o'zini podsho deb biladi, ammo aslida u urushning quli. Agar yana 10 yil yashasa, urush qaytadi va yana kengayadi. Shuning uchun Ukraina va Yevropa uchun kuchli xavfsizlik kafolatlari kerak. Bu kafolatlar tinchlik kelishuvlaridan oldin paydo bo'lish kerak. AQSh rahbari Donald Trump bizni eshitmoqda, Kongress bizni eshitmoqda va Amerika xalqi bizni eshitmoqda. Haqiqiy yordam uchun minnatdormiz, dedi Ukraina rahbari. AQSh Ukrainadagi mojaroga barham berish uchun qo'lidan kelgan barcha choralarni ko'radi, dedi AQSh davlat kotibi. Marko Rubio Ukraina bo'yicha muzokaraning yangi bosqichi 17-fevral kuni bo'lib o'tishini tasdiqladi va delegatsiyalar tarkibi o'zgarishi mumkinligini bildirdi. U Ukrainadagi inqirozni tartibga solish jarayonida muayyan yutuqlarga erishilganini bildirib, Abu Dabida o'tgan muzokara samarali bo'lganini ta'kidladi. AQSh davlat kotibining ma'lum qilishicha, Ukrainadagi inqirozni hal etish bo'yicha masala doirasi toraytirildi. Biroq eng murakkabi hanuz saqlanib qolmoqda. Shuningdek, u ruslar urushni yakunlashga qanchalik jiddiy qaror qilganini bilmasligini aytdi. Biz Ukraina uchun maqbul bo'lgan va Rossiya rozi bo'ladigan shartlarni topa olamizmi? Bilmaymiz. Ammo biz bu yo'nalishda ishlashni davom ettiramiz. AQSh davlat kotibining boshqa bayonotlari. Biz ittifoqchilarimiz ojiz bo'lishini istamaymiz. Chunki bu bizning o'zimizni ham zaiflashtiradi. Bizga o'zini mustaqil himoya qila oladigan ittifoqchilar kerak. AQSh Yevropa kuchli bo'lishini va mustaqil yashay olishini istaydi. AQSh va Yevropa o'rtasidagi kelishmovchiliklar Yevropaning kelajagi borasidagi xavotirlardan bog'liq. Chegaralarsiz dunyo va milliy manfaatlarni global tartib bilan almashtirish g'oyasi o'zini oqlamagan va xato bo'lib chiqqan. G'arb mamlakatlaridagi ommaviy migratsiya misli ko'rilmagan miqdorga yetgan va bu davlatlarning birligi hamda kelajagiga tahdid solmoqda. Washington ittifoqchilardan ajralishni maqsad qilmaydi. Aksincha, ular bilan uzoq yillik do'stlikni jonlantirishni istaydi. G'arb o'zi yaratgan global hamkorlik tizimidan voz kechmasligi kerak. Biroq bu tizim islohotlarga muhtoj. BMT katta salohiyatga ega.
Biroq eng dolzarb masalalarda u deyarli hech qanday rol o'ynamayapti. BMT Ukraina va G'azodagi mojarolarga barham bera olmadi. Tomonlar o'rtasidagi muzokaralar AQSh tufayli amalga oshishi mumkin bo'ldi, deb ma'lum qildi Marko Rubio. Yevropa ittifoqi vaziyatni keskinlashtirmaslik uchun Ukrainaga qo'shin yubormaydi, dedi Emmanuel Macron. Agar hozirgi vaziyatda biz aralashib, Ukraina hududiga qo'shinlarimizni yuborsak, keskinlashuv uchun javobgarlikni o'z zimmamizga olgan bo'lamiz. Bunday qilish bo'yicha hech qanday umumiy kelishuv yo'q. Vaziyat nazoratdan chiqib ketsa, buning mas'uliyati ham bizning zimmamizda bo'ladi, deb ta'kidladi Emmanuel Macron. Rossiya bitim tuzishni istamoqda. Zelenskiy harakat qilish kerak. Aks holda u ajoyib imkoniyatni qo'ldan boy beradi, dedi AQSh rahbari Donald Trump. Viktor Orban qornini katta qilish haqida emas, armiyani kuchaytirish haqida o'ylash kerak, dedi Vladimir Zelenskiy. Unga javobni Viktor Orban ko'p kuttirmadi. Ukrainaning Yevropa ittifoqiga qo'shilishini qo'llab-quvvatlovchi yana bir saylovoldi nutqi uchun rahmat. Bu vengerlarga vaziyatni yaxshiroq tushunishga katta yordam beradi. Biroq siz bir narsani noto'g'ri tushunyapsiz. Bu muhokama men yoki siz haqingizda emas. Gap Vengriya, Ukraina va Yevropaning kelajagi haqida. Aynan shuning uchun siz Yevropa ittifoqiga a'zo bo'la olmaysiz, dedi Viktor Orban. Ukraina armiyasi Yevropadagi eng kuchli armiya. Vladimir Zelenskiy. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy Myunxen xavfsizlik konferensiyasidagi nutqida mamlakat armiyasini Yevropadagi eng kuchli armiya deb atab, bu Ukraina armiyasidagi qahramon askarlar sharofati bilanligini ta'kidlagan. Shu sababli bu armiyani NATOdan tashqarida qoldirish oddiygina aytganda aqlli fikr emas, deya qo'shimcha qilgan Zelenskiy. Xitoy istasa, Putinga bir qo'ng'iroq bilan urushni ertagayoq to'xtatishi mumkin, dedi AQShning NATOdagi elchisi Matthew Whitaker. Zelenskiy Putinning vaqti ko'p emasligini aytdi. Ukraina rahbari Vladimir Zelenskiy Myunxen xavfsizlik konferensiyasi doirasida bergan bayonotida o'zi 48 yosh ekanligini, Rossiya rahbari Vladimir Putin esa 73 yosh ekanligini ta'kidlagan va Rossiya rahbarining vaqti ko'p emasligini aytgan. Xudo xohlasa, vaqt juda ko'p ham bo'lmasin, deb qo'shimcha qilgan u. Biz birinchi jahon urushida, ikkinchi jahon urushida g'alaba qozondik. Biz bugungi kundagi urushlarda ham, kelajakdagi bo'lishi mumkin bo'lgan urushlarda ham g'alaba qozonamiz. Biz kuchlimiz, dedi Donald Trump. Biz Eronga juda katta aviatashuvchi jangovar guruh yubordik. Men kelishuvga erisha olishimizni ko'rishni juda ham xohlardim. Ular bilan muzokara olib borish qiyin. O'tgan safar kelishuvga erishamiz deb o'ylagandim. Ular buni qilmaganliklaridan afsuslanishadi, dedi Donald Trump.